Assalomu alaykum YouTube kanalim muxlislari. Bugungi darsimiz o'tgan darsning teskarisi, ya'ni bugungi darsimizda PDF faylni Word faylga o'tkazamiz internet orqali. Bu ham juda ham oson. Faqat o'sha o'tgan darsimizdagi bajarilgan ishlarni teskarisini qilish kerak. Bizga brauzer kerak bo'ladi, internetga ulangan kompyuter yoki telefonda qilsa ham bo'ladi. Bu unchalik muammo narsa emas. Sizlarga kompyuterda ko'rsataman. Brauzer ochamiz. Yangi vkladka ochgandan keyin PDF to Word deb yozasizlar. Mana o'zi chiqib turadi. Bosamiz. I love PDF sayti orqali qiladigan bo'lsak, mana birinchi bo'lib chiqadi. Ko'pincha mana shu saytdan bemalol foydalanish mumkin. Yangi vkladkada ochib olaman buni. Ya'ni PDF faylni tanlang deyapti. Bosamiz select ustida. Mana shu uslub birlashma bayonnomalari matem degan tanlaymiz va открыть tugmasini bosamiz. Convert to PDF ni bosamiz. Bizga tayyor bo'ldi va download tugmasini bosamiz. Mana Word faylimiz. Word fayl qayerga tushganini bilish uchun mana papkani bosamiz. Mana uslub birlashma bayonnomalar mana bizga PDF faylni Word faylga almashtirib berdi. Mana o'sha PDF faylimiz edi, bu Word faylga almashtirib berdi. Hozirgi davrda PDF fayllar keng qo'llanilyapti. U PDF fayli bilasizlar o'zgartirib bo'lmaydi. Word faylga almashtirib olsak bemalol tahrirlashimiz mumkin bo'ladi. Video darsimizni tomosha qilganlaringiz uchun rahmat. Like va obuna bo'lishni unutmang.